Doim yaxshi kunlarimizda, to'ylarda xizmatchi avtobuslar. Yaxshi yangilik. Surxondaryoga yana mana bunday 30 ta zamonaviy avtobus olib kelindi. Xo'sh, ushbu avtobus qaysi yo'nalishlarda harakatlanadi? Bu avtobuslar Termiz shahrining 1 hamda 5 yo'nalishlariga qo'yiladi. Bu avtobuslar yozda salqin, qishda issiq, imkoniyati cheklangan yo'lovchilar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Bunda elektron to'lov tizimlari joriy etilgan bo'lib, 1-sentyabrdan boshlab yo'lovchilar dastlab to'lovni amalga oshirib, keyin manzillariga yetib olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Prezidentimiz sog' omon bo'lsin. Transport, logistika tizimi gullab yashnasa, bu bilan bu juda katta shaharga qo'yiladigan ball. Buning chiroyi, buning yurishi, ozodaligi bu chetdan kelgan turistlar uchun, mehmonlarimiz uchun, hammasi uchun biz uchun qo'yilayotgan baho. Mana shuni haydovchilarimiz ham chiroyli muomalada bo'lib, odamlarimiz bilan bir ochiq chehrada gaplashib, hammani kayfiyatini ko'tarib yurish nasib qilaversin.